Aziz obunachilarim, buni qaranglar. Go'zalligi. Hozir men bitta do'konga keldim. Bu do'konni oldin sizlarga obzor qilib beraman. Yaxshilab bu yerda tomosha qilinglar. Agar sizlar ham kelib bu yerdan optim taqinchoqlar xarid qilsangizlar, donaga ham sotiladi, lekin optimga ham taqinchoq xarid qilsangizlar 10 million so'mgacha chegirmali ham qilib beriladi, deyaptilar. Ya'niki ko'proq olinsa. Bu bilib turibsizlarki, ber optim magazin. Hozir sizlarga qayerdaligini ham aytib o'taman. Mana bunaqa aytin taqinchoqlarni agar sizlar yasashni o'zlaringiz o'rganmoqchi bo'lsangizlar, bularda shogird ham olinar ekan. Bu yerda hammasi qo'l mehnati. Mana qaranglar. Agar sizlar shu kasbni o'rganmoqchi bo'lsangizlar, sir sanoatlari haqida hozir mana shu raqamlar qoldiraman, atmetka qilib qoldiraman, bemalol bilishlaringiz mumkin. Mana qaranglar. Aziz obunachilarim, bu do'konimiz joylashuvi haqida sizlarga hozir aytib o'taman va skidkalar bor. Yaxshilab kuzatishda davom etinglar. Mana bu Gulzor savdo majmuasining orqa tomoni bu. Mana shundoq o'tganlaringizda qo'l mehnati. Milliy taqinchoqlar. Furnitura. Ketdik. Aynan skidkalar haqida sizlarga aytib o'tay. Sizlar 1-iyun kuni bolalarni himoya qilish kuniga bilasizlar, albatta sizlar uchun bir qandaydir sovg'a olishim kerak. Ana endi kelib sizlar 1-iyun kuni bu yerdan xohlagan tovarlaringizni xarid qilsangizlar, sizlarga mana shu narsalar sovg'aga beriladi. Va yana sizlarga aytib o'tishim kerak, mana bu gullarni yasashni o'rgatadilar va yana shularning mahsulotlarini aynan shu do'kondan topishlaringiz mumkin. Mana